Ajrashgan ayollar o'tirib olib, shukurlikka tushib, bo'ldi, mani hayotim hammasi dabdalasi chiqdi deb o'zinglar xafa qilib, o'zinglar yeb o'tirmanglar. Bo'ldi, bo'larish bo'ldi, o'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tirib olib, o'zingizni ayblab, shu yerda men bunaqa qilmaganimda hozir yaxshi bo'lardi. Men bitta mana bu narsani gapirmaganimda, mani hayotimda yaxshi bo'lardi deb o'tirib olib, o'zingizni ayblaringizni, xatolaringizni qidirib, o'zingizni ich-etingizni yeyishni to'xtating, bo'ldi. Bo'ldi, u hayot o'tdi, ketdi, tugadi. Ayb sizdamidi, undamidi, bo'ldi. Bu narsani yoping, bo'ldi. Boshqatdan o'rningizdan turing deb, boshqatdan hayotingizni boshlang. Bu hayot tugadi degani emas. Hamma o'zini jufti bilan yaratilgan. U hayotingiz emas ekan, u taqdiringiz emas ekan, bo'ldi. Boshqatdan boshlaysiz. O'tdi, ketdi bu narsa. O'tirib olib va 5 yil orqada qaytganimda yoki 10 yil orqaga qaytganimda hozir men bu xatoni qilmasdim, men bunaqa qilardim deb o'tirmang. Aynan shu xatolaringiz sizni kuchli bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Shu xatodan siz o'zingizga xulosa qilib, o'zingizni to'g'ri analiz qiladigan bo'lsangiz, ishoning, siz hayotda yanada undan ham baxtli bo'lib ketasiz. Faqat bu narsaga ishonishingiz kerak. Alloh hammani o'zini jufti bilan, baxti bilan yaratganda, faqat bu narsa kimlardir birinchi turmushida bo'ladi, kimlardir ikkinchi turmushida bo'ladi. Shuning uchun bu narsani erta kecha yo'q. O'zingizni ayblab, tushkunlikka tushishni to'xtating-da, hozirdan, bugundan turib o'zingizni harakatingizni boshlang, hayotingizni boshqatdan boshlang. Hech narsaga hech qachon kech qolmaysiz, xavotir olmang. Bugun bo'lmagan bo'lsa, ertaga albatta bo'ladi.